Assalomu alaykum vatandaşlarım. Hammalaringizdan kechirim so'rayman. Shu oilaviy mojarolar deydi, hammaga tarqab ketibdi deydi. Shunga o'g'limdan, meniki erimdan ham kechirim so'rayman. Iltimos tarqatmangizlar. Bu voqea ancha bo'ldi. Oldilaringizdan chiqsa o'chirib tashlangizlar. Gapiring. Xotinimning gaplariga qo'shilaman. Mana biz yaxshi yashab jotimiz bo'ldimi? Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Butun respublikaga bizni sharmanda qildirdingizlar. Bitti degan qishlog'imiz, mahalla tinch o'tiradimi sizlar tasdiqlanglar. Ornamizdan o'ldirdilaring-ku. Gapim bunday bo'lyapti. Nimaga urasan? Seni urishing uchun ultugamidim, ha? Nima? Nima alkash bo'lib ichi yurishni tug'ilmadi. Mana o'g'lingizga gapiring, bu bechora nima qilsin? Bechora ertadan kechgacha yerdan chiqmaydi. Maktabni tozalasinmi? Bola chaqam deydi, mana alkashni qara. Aroq ichgancha saydab deysan, nomard. Sharmanda qildilaring. Go'rsoqda, piyanista, mol. Ayrim ayol haqiqiy vaqtda biroq degan yo'q. Bir marta uruvdim, butun O'zbekiston gapirdi. Bu ichgan puliga Toshkentdan 2 xonali uy olardi, kuyaman-da. Tur yaqal.